Prezident Shavkat Mirziyoyev geologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga shu yil yanvar oyidagi murojaatnomasida har yili ilm-fanning bir nechta yo'nalishlariga ustuvor ahamiyat qaratilib, ular jadal rivojlantirilishini ta'kidlagan edi. Joriy yil boshidan boshlab geologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalish belgilab oldik. Shu maqsadda 4 ta prezident qarori qabul qilindi. Biz eng katta masala qo'ydikki, geologik ilm-fanni tiklash, zamonaviy kadrlar tayyorlash bo'yicha Geologiya fanlari universiteti tashkil etildi. Uni tarkibiga 4 ta ilmiy tadqiqot institutlari qo'shilib, islohotlarni boshladik. Ikkinchi, bu sohani modernizatsiya qilish va raqamlashtirish bo'yicha katta topshiriq berilgandi. Mana shu ishlar doirasida zamonaviy burg'ulash va laboratoriya uskunalari olib kelindi. Jumladan rudadagi elementlarni aniqlash 40 tadan 63 tagacha ko'paytirildi. 20 ta istiqbolli konlarni salohiyatli investorlarga sotish vazifasi turibdi. Bu bizda mana shu mustaqil O'zbekiston tariximizda birinchi marta desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Geologiya sohasiga e'tibor qilmaganimiz uchun bu narsalarga imkonimiz yo'q edi. Joriy yil yangi istiqbolli maydonchalarni aniqlash, iqtisodiyotimizni barqarorligiga va mana shu investorlarni jalb qilishiga qabul qilingan qarorlar qanday asos bo'layapti? Mana shu topshiriqlar natijasi nima bo'ldi? Mana shu o'tgan vaqt ichida nimalarga erishdik? Yil boshidan buyon 150 ta yangi kon davlat balansiga olindi. Oltin, kumush, uran, mis, molibden resurslari va zaxiralari ko'paydi. Jumladan, Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi Kuljuktov hamda Aominzatov tog'lari hududida 3 ta oltin, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani hamda Jizzax viloyati Arnasoy tumanida 2 ta uran koni aniqlandi. Shuningdek, 32 ta geologiya kon zaxirasi xalqaro GRRC standartlariga o'tkazildi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida 155 ming gektar maydonda tezkor gidrogeologik izlanishlar olib borildi. Suv tanqis hududlarda sutkasiga qo'shimcha 90 ming kubometr ta'minlaydigan suv zaxiralari tasdiqlandi. Tadbirda Geologiya va Mineral resurslar qo'mitasi raisining hisoboti eshitildi. 20 ta yangi konga onlayn auksionda ochiq va shaffof tarzda salohiyatli xorijiy investorlarni jalb etish jarayonining borishi ko'rib chiqildi. Sohadagi ishlar natijadorligini oshirish, qonunchilik bazasini mustahkamlash hamda investitsiya salohiyatini yanada kengaytirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari kelgusi yili geologiya qidiruv ishlarini 2 barobar kengaytirib, yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash, sohaga zamonaviy laboratoriya texnikalarini joriy qilishni jadallashtirish muhimligini ta'kidladi. Geologiya qo'mitasiga sanoat kooperatsiyasi asosida yangi konlarni qidirish, topilgan resurslarni o'zlashtirish uchun xususiy sektorga berish amaliyotini yanada keng qo'llash bo'yicha topshiriq berildi. Namangan tajribasi asosida har bir hududda geologik, ayniqsa gidrogeologik qidiruvlar bo'yicha doimiy ekspeditsiyalar tashkil etish zarurligi aytildi. Foydalanishga berilgan yer qa'ri uchastkalarini o'zlashtirish, samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Mutasaddilarga belgilangan chora-tadbirlar bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.